javob deydi. Bu yerni afzalligi shuki, endi xalq nomi bilan aytilganda Beshbuloq ham deyar ekan yana. Mana chinor 750-800lik ana chinor. Shu chinorni topsang topasan deydi-da ba'zilar. Shu bir akaxonamiz bor. Tarchak xonamiz. Ana shu nima deb keldi, lekin bir aslida bir 5 chinor emas. Shu yani mana hozir asl nasıl ko'rsatishlarga eshik joyini shu yerdan qadamchi buva deb aytiladi. Qadamchi buva deb aytiladi. Qadamchi sazovor, qadamga sazovor joy davlat muhofazasiga olingan. Qadamchi buva. Ana shu joy ekan. Odamlar kelib dam olib. Bu yerda men aytganimdek shu Beshbuloq degan sababi shu 5 buloq bor. 5 joydan suv chiqadi. Ana shu joydan 5 buloq. Lekin suv toza, tiniq, zo'r. Tuzi ham yo'q. Suvni tiniqligi bo'yicha, lekin jannatni suv desam bo'ladi. Bu yerda yomg'ir ham boshlanyapti. 5 mana shu 3, 4 ana 5 suvni qara. Suvni tiniqligini qara. Gap yo'q. Ana shunaqa joylar kelib, dam olib, oilaviy ertalab kelib, kechqurun ketsa ham bo'ladi. Mana shu ziyoratgoh qilib odamlar qo'yilgan. İnsaniyat maskan. Şu joylar. Salomat bo'lingizlar.